Kelin sarposidagi top 3 ta eng kerakli narsalar. Birinchi navbatda shaxsiy gigiyena vositalari. O'zinglar bilasizlar nimalar olishi, nimalar ishlatishi. Ikkinchisi bu kosmetika va parfumeriya mahsulotlari. Ya'ni duxuy olayotganda agar ko'chaga tez chiqadigan bo'lsangiz, ko'cha uchun sepiladigan duxuy, agar uyda ko'p vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, uy uchun skromniyroq, iloj bo'lsa, agar qaynota bilan yashaydigan bo'lsangiz, duxuy sepmaganingiz ham yaxshi. Обязательно Rexona va dezodorantlar. Lично o'zim shaxsan 6 ta yoki 7 ta dezodorant solganman sarpamga, sababi kelin uchun eng kerakli narsa bu xushbo'y hid. Va eng oxirgi kerakli narsalar bu mavsumiy kiyimlar. Mavsumiy kiyimlar deganda faqat kelin sarpolari emas, ularni xohlaganicha qilsangiz bo'ladi, lekin me'yorida, chunki baribir 40 kundan keyin har kuni ham kiyolmaysiz u yaltir-yultir kiyimlarni, lekin mavsumiy kiyimlar har doim sizga kerak bo'ladi. Masalan, qishda, bahorda, yozda, kuzda kiyiladigan kiyimlar bor, to'g'rimi? Ustki kiyimlar, oyoq kiyimlar yana pastki kiyim, ya'ni kolgotka, kapron va gamash. Har bitta mavsum uchun eng kamida bittadan qilsangiz bu yetadi, eng yaxshi variant. Ustki kiyimni ham yengi yo'g'idan, bitta yengi boridan olishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bahor va kuzdagi ob-havoni juda yaxshi bilasizlar. Bundan ham ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun sahifamga obuna bo'ling va like bosib, yaqinda to'y bo'ladigan dugonangizga mana shu videoni jo'natib qo'ying.